Moskvada ham o'qib ham ishlashda afzalli taraflari nimada bilasizlarmi? Moskvadagi musofirlarning eng asosiy dardi bu dokument hisoblanadi. Agar o'qishga topshiradigan bo'lsa, RVPO bergani sababli ko'chada xotirjam yurish imkoniyati paydo bo'ladi va keyinchalik fitna jitelsi olishga asos bo'la oladi. Yana bir foydali tarafi shuki, o'zingizlarning nominglarga IP ochib biznes qilish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Masalan, oxirgi mahal Wildberries yoki Ozon onlayn magazinlar trendga chiqyapti. Sadovoddan yoki Lublinodan tovar olib kelib, qo'shimcha daromadga chiqish imkoniyati paydo bo'ladi. Do'stlar, bilamizki, Rossiyada ASMNS bo'lmagan odamga RVPO yoki VNG olish juda ham qiyin. Bu narsani umuman iloji yo'q hozirgi vaqtda. Siz ham o'qib, ham ishlab RVPO va o'qish tamomlaganingizdan keyin VNG olishingiz mumkin. Bu videoni to oxirigacha ko'ring. Aniq ma'lumot sizlarga hozir bajarxon tushuntiramiz. O'qishga topshirganingizdan keyin universitetdan kerakli dokumentlarni olib, 38 kun ichida RVPOni qo'lingizga kiritishingiz mumkin va o'qishingizni tugatganingizdan keyin VNGga topshirshingiz bo'ladi. Buni преимуществолari bu birinchi o'rinda biznes qilsangiz bo'ladi, qonuniy yurishingiz, ipoteka qilishingiz mumkin va o'zingizni kelajagingizni shu Rossiya hududida qurishni o'ylab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari do'stlar, byudjet joylarimiz kam qoldi. 17-iyulgacha naborimiz ochiq. Bog'laninglar biz bilan hamma ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Agar kimda-kim mana shu imkoniyatdan foydalanishni xohlasa, opisiyaga nomerlarni qoldirib ketamiz. Aynan Bobur Hakimov promokodi bilan o'qishga kiradigan bo'lsanglar, meni nomimdan sizlarga 5000 rubl skidka beradi. Bu videoda Moskvaga kelib ham o'qib ham ishlamoqchi bo'lgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar.